Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Namangan Lola Jahon bozoridan avtotuning aksessuarlar do'koniga kelganmiz. Bu do'kondan oldin ham bir videorolik qilganmiz. 59-A do'kon. Bu yerda assortiment yetarli darajada, yangiliklar ham bor ekan. Damas'ga torpedalar ham kelibdi. 12 ta viloyatga dostavka xizmatlari ham bor ekan. Videomiz boshida bitta like bosib qo'ysanglar, biz videoroligimizni boshladik do'stlar. Videomizni uzmagan holatda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sadriddin aka, charchamasdan. Aka, endi shu obunachilarimizga shu avtotuning aksessuarlari, chexol, bar mahsulotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Damas'ga har xil chexollarimiz bor. Birinchi chexollardan boshlaymiz. Har xil rangdagilar bor. Tinfini degan, Tinfini. Har xil stilli chexollarimiz bor mana. Buni rangiga moslab Evakori, rol chexol, torpeda, ponna hamma narsasini komplekt qilib beramiz. Komplekt qilib beriladi. Dastavkalarimiz ham bor. Dastavka 12 viloyatga deb chiqarib beramiz. Hozirgi mana trendda bo'lgan ranglar ham bor ekan. Rolga chexol, torpeda chexol, rol chexol, evakor qilib beriladi. Qilib beramiz. Damas'larga chexol qanchadan boshlanadi? Hop, Damas'ga chexolimiz 380 ming so'mdan hop 600 minggacha bor. 600 ming so'mgacha holatiga qarab, sifatiga qarab narxi o'zgarib boraveradi. Boraveradi. Hozir qarang, mana shu rangni olaman deganga torpeda chexol, rol chexol, komplekt qanchaga tushadi? Hop, torpeda chexol, rol chexol, hop, evakori, ponna komplektimiz 1 millionga boradi. 1 million atrofida bo'ladi. 1 milliondan jicha o'tishi ham mumkin. $100 hisoblashsa ham bo'laveradi. 100 ming, 200 ming nariga bo'ladi. 12 viloyatga dastavka ham chiqarib beriladi. Kartaga pul tashlanadi. Dastavka xizmatini berishadi. Uzoqroq bo'lsa, BTS pochtamiz ham yo'lga tushgan. BTSdan chiqaraveramiz. BTS pochta nabrot arzon tushadi. Arzon tushadi chiqargan. Boshqa viloyatlarga ham 30 ming, 40 ming atrofida yetib boradi. Boradi. Endi bu yoqda shu Damas torpedalar bor ekan, har xil rangidan. Mana mentorsiz, hop, magnitofonli bo'ladi. Hop, 3 ta deflektori bo'ladi buni. Hop, mana unga mentor tushadi. Bunga ham chexollarimiz ham podsvetka bor. Hop, mana qora varianti. Qop-qora varianti bor. Bunga monetiga anaqa ham tushadi. Monitor. Bu monitorsiz. Bular narxi qanchadan? Hop, bularimiz narxi 900 ming so'm. 900 ming so'm. Mana sport seriyasi bo'ladi, joystick rangi, bunisi 750 ming so'm bo'ladi. Ozmoz o'tib beradigan joyi bor. Aytilgan narxlardan. Hop, bularga mana mentorlarimiz ham har xilda ochib qo'yganmiz. Hop, mana quloqlidagilarga quloqlilar bor. Monitorlar bular. Manaqalar bor. Mana. Bular qanchadan boshlanadi? Bularimiz 750 ming so'mdan hop $100 bor. Bular komplekt beriladi. Komplekt, ramka, pamka, stiker, stiker. Ustidagi ramkasini beriladi. Beramiz. Monitorlar ham bor. Monitorlar ham har xil bor, registratorlar inak. Hop, Dyson bor. Hozir eng trendda bo'lgani hozir kачествоsi, tun rejimi, ponna hamma narsa cho'tki bo'ladi, garantiyasini beramiz. Bular qancha narxi? Hop, bularimiz narxi 400 ming so'm. Bu avtoregistrator, oldi kamera, orqa kamerasi ham bo'ladimi komplekt? Ponna. Orqa komplekt. Orqa kamera, hop, oldi, ponna oladi. Hop, mana arzonroq deganlarga mana ular ham bor. Hop, bularimiz 350 ming beramiz. Bunisi 350 ming, manisi 400 ming so'm ekan. Buni olasizlar, uстановка qilsa bo'ldi. Komplekti bor, hamma yo'q. Hop, mana 3 kameraligi ham kelgan, ehtiyot. Salonni ham. Bunimiz narxi salonni ichini ham oladi. Hop, o'tli качество, cho'tki chaplashtirmaydi. Hop, bunimiz narxi 650 ming so'm qilamiz. 650 ming so'm ovozgacha yozadi, Yozadi, ponna. 650 ming so'm, salon ichini ham oladi, oldi, orqa kameralari. Bundan ham kuchliroq, eng kuchli brend mana Lemican brendiniki ham bo'ladi. Ehtiyot. Bular ham 3 ta kameralami? Yo'q, 2 kamerali bo'ladi bu. Oldi, orqa. Kачествоsi o'ta bomba bo'ladi. Bunimiz narxi 850 ming so'm. 850 ming so'mga. Hop, buni lampochkalari ham chiqqan, fariga ledlari. Har xil razmerda bo'ladi. Kuchli brend bu ham. Buni ham dastavka qilib beriladi. Dastavka qilib beramiz. Viloyatga dastavka. Kimga kerak bo'lsa, shunga murojaat qilishsa, ekran ostida telefon raqamlarga bemalol telefon. Lampochkalari ham har xil razmerda bo'ladi. Bular led lampochkalar, ha? Led lampochkalar qanchadan boshlanadi hozirgi kunda? Buni beradigan originallar. 300 ming so'm bo'ladi. 300 ming so'mdan boshlanadi.
Omalar kачествоsi ichi ham вообще full bo'ladi buni. Hamma mashinaga bor. Devon mashinasini hamma mashinaga LED lampochkalar ham bor ekan. Shu chizib beradigan variant-da bu, tekis chizib Buni beradi. tumanliklarga ko'proq olishadi. Yarkiyligini hop lufali fara tumanliklarga qo'yilsa bu kачествосini ham mana. Yarkiyligi ham. Bu O'ta hozir ko'p. oq ekan, bu sarig'i ham bor. Bu faqat oq chiqqan bu. Bu Ha, firmaniki. oq chiqqan. Limikan firma desa o'zi biladi kачествоsi. Qo'ygan, bilgan odam bo'lsa, narvani narsa o'ta brend kuchli buni. Buni 300 ming deb aytib o'tdik. 300 ming 300 ming so'm dastavka xizmatlari bor. Endi bu yoqda filtrlar, bu yoqda orqa fara, oldi faralar ham bor ekan. Birinchi Gentra faradan boshlaylik. Amerikankanmiz, Xitoy. Bular Xitoy. Bezazor keladi buni, Xitoy varianti bo'ladi bu. Qancha bu? Xo'p, bu Xitoy variantimiz 750 ming so'm. Donagami? Jup komplekt bo'ladi. Ikkitasi 750 ming so'm. 320 Bezazor ming so'm. o'sha kачествоsi narvanisi bo'ladi bu. Donaga ham sotilaveradi, komplekt. Komplekt sotamiz. Komplekt Xo'p, sotiladi. men lupali faralarni olib kelib qo'yganmiz. Bu qaysi mashinaniki bu? Damas mashinamizga yangicha chiqqan faramiz. Komplekt ichida bo'ladi-mi? Onna ashimna lupa mupali. Komplekt o'zida. Serios yaxshisi. Qancha bu ikkitasi? Ikkitasi 950 ming so'm. 950 ming so'm Damas'ni oldi farasi. Har xil nasatkalarimiz bor keting. Gulshitirga har xil nasatkalar. Bularni ham shu dastavka qilib berilaveradi. Bemalol 12 viloyatdan telefon qilsanglar bo'laveradi. Sababi shu hozirgi kunda shu BTS orqali chiqarib berilaveradi. Arzonroq ham chiqadi. Ishonchli yetib boradi. Ishonchli korobkada yetib boradi. Endi bu Xo'p, bu optir orqa fara bu. Orqa farasi, stop. Qancha bu? Xo'p, bunimiz narxi 450 ming so'm bo'ladi. 450 ming so'm ikkitasi bu. Bezazor keladi. Buni ko'p 200 ming, 250 minglik variantlari ham bo'ladi. Ular zazor kelib qoladi. Xo'p, bu bezazor keladi mana. Xo'p, bu qorasi ham kelgan. Bu qorasi ekan. Bu Matizga, bu ikkalasi Matiz. Matiz stop. Xo'p, mana o'si 180 ming so'm. Qizili ham shunaqa. Orqa stop. Oz-moz kelishadigan joyi bor. Kelishtirib beriladi. Bu yoqda richaylar bor. Richaylar bor. Xo'p, megalkalarni olib kelib qo'yganmiz ehtiyot. Mana skori, pikori. Minadigan ikkala bo'lsa aloqaga chiqishaveradi. Chiqishaveradi mana. Mashinani ustiga qo'yadi. Signallari ham borda. O'sha sal noyoqroq narsa edi. O'shanga. Qancha bu megalkalar? Xo'p, bunimiz narxi 250 ming so'm. 250 ming so'mdan 12 viloyatga chiqarib beramiz. Dastavkalari bilan aloqaga chiqaverasizlar. Endi bu yoqda torpeda chexollar bor ekan, har xil rangidan. Video boshida ham aytib o'tdik. Xohlagan ranglardan. Xohlagan chexoliniga xohlagandan qilib berilaveradi. Xo'p, Matiz, Petis, Damas, hamma mashinaga bor. Kia, Pia. Qanchadan boshlanadi bular narxi? Xo'p, bular narxi 65 ming so'mdan xo'p 250 minggacha bo'ladi. 250 ming so'mgacha shu mashinani tonna hamma mashinaga bor. Xohlagan ranglarda qilib beramiz. Xohlagan rangida ham chiqarib berilaverar ekan. Bu yoqda har xil o'yinchoqlar bor. Chexollarni aytib o'tdik. Endi bu yoqda shu hozirgi kunda kerak bo'ladigan bular qaysi mashinalarniki? Universal bo'ladi. Bular mana toshlisi yozgi variant bo'ladi bular. Bular yozgi variant. Mana ular hozirgi variant. Hozirgi varianti. Hamma mashinaga tushaveradi, universal bo'ladi. Mana issiqlari ham bor ekan. Bular qanchadan? Hop, bularimiz 450 ming so'm. Donaga. Donaga 450 ming so'mdan ekan. Mana qana nakitkalarimiz ham bor. Hozirgi kunda trendda bo'lsa. Bittasini olib ko'rsatib qo'yamiz hozir. Xitoy bo'ladi bu ham. Nakitkani o'zi yostiqchalar bilan beriladi. Mana yostiqchasi. Komplekt holatda. Mana suyang'ichi, mana o'tirg'ichi bo'ladi. O'tirg'ichi. Taglarni ham yopadi. Monetlarga ham oddenni e'tibor berasizlar. Yonboshlari bular. Orqasida qistirib qo'yilgan rezinkalari bilan. Honda komplekt. Yaxshi holatda ekan bular. Xitoy fabrichniy bo'ladi. Narxi qancha bular? Hop, bularimiz narxi 750 ming, har xil podsvetkalari bor, ranglari. Har xil rangi bor. Bor. Chexol rangi moslab ham olsa bo'laveradi. Honda qilib beriladi. 750 ming so'mdan. Oranjiy, qizil, har xil ranglari bo'ladi buni. Shu nima mashinaga shu bezatmoqchi bo'lsa, avtotuning mahsulotlari, aksessuarlar nima kerak bo'lsa, hammasi bor.
Pultlar ham bor, ha? Pultlarimiz ham bor. Hozir bizda Xitoy variantlari bo'ladi. Pultlar qanchadan boshlanadi narxi? Pultlarimiz hop 140 ming so'm. Ha, 140 ming so'mdan boshlanadi. Har xil. Yog'i Ketadi. sifatiga qarab. Hozir kunda mana Xitoy varianti. Mana ham 906 ni bolasi bo'ladi. Kачествоsi нормальный. Hop, o'sha kanallar ham Edgar kanal bo'ladi. Narxi Miyalari qancha? bo'ladi. Bularimiz 145 ming so'm. 145 ming so'mdan ekan. Bular ham komplekt. Olib boradi, Komplekt qo'ydirsa bo'ldi. Qo'ydirsa bo'ldi. Hammasidan bor do'stlar. Kalpaklar ham bor tashqarida. Tashqarida kalpalarimiz ham bor. Ha, bu yoqda rol chexollar bor ekan. Jenskiy rol chexollarimiz bor, toshli. Ha, bu toshli ekan, ha? Hmm. Mana muska ekan. Mana chexollar qanchadan? Hop, ularimiz narxi 120 ming bo'ladi. Ha, bular toshlilari 120 ming so'm. Mana endi oddiy variantlari bo'ladi mana. Har xil podsvetkalar bor, buni ham tonna. Bular hop 20 mingdan 35 minggacha narxi. Ha, 20 mingdan. Tinfini, minfini har xil ranglari bo'ladi. Ha, shu ranglardan moslab beriladi, Berarem, chexol, pixol. Har xil rangidan bor ekan. Hmm. Yostiqchalar, Mexlilar so'raganlar uchun mexlilarni ham olib kelib qo'yganmiz. Hop, mana universal chexollarimiz bo'ladi. Sizdinglarga bu hamma mashinaga tushaveradi. Ha, hamma mashinaga tushadi bu. Buni ham har xil rangidan bor. Har xil rangidan bor. Bular qanchadan? Hop, bularimiz 750 ming so'm. Ha, 750 ming so'm. Hop, Xohlagan rangidan bor. Xohlagan ranglarda qilib beramiz. Universal. Universal. Hamma mashinaga Hop, tushadi. bonusiga yostiqchasini qo'shib beramiz. Ha, yostiqcha qo'shib Klientlarimiz uchun beriladi. 12 viloyatga dastavkasi ham bor. bilan aloqaga chiqaverasizlar. 750 ming so'mdan universal chexol. Har xil ranglari bor. Ha, bu yerda jigarrang, tepada qoralari hammasidan bor ekan. Ha, pultlarni aytib o'tdik. Ha, bu yoqda ledlarni ham aytib o'tdik. 300 mingdan dedingiz, ha? Hamma mashinaga. Har xil. 300 Mana mingdan boshlanadi. 180, yo 180 mingdan boshlanadi bular. Hop, mana ularimiz bor 180 ming. Hozir kunda eng trendga ketgan bular ham. Hamma mashinaga bor, ha? Y7 ni originali bo'ladi. Har xil mana telefondan boshqaradiganlari chiqqan. Hop, mana Zimmer brendiniki bor mana undan. Hop, mana telefondan boshqaradigan mana litimiz bor. Ha, bilishni davni qilib telefondan boshqarilaveradi. Xohlagan ranglarga qo'yib olishadi. Sariq qilsalar ham bo'ladi. Necha xil rang bo'ladi bular? Sariq, oq bo'ladi. Ana sariq. nurlarni pasaytirsa bo'ladi telefonda, programmasini topib olib, xohlagan. Ha, telefonga yorug'liklarni bo'laveradi. Bular qanchadan? Hop, bularimiz narxi hop 380 ming so'm. 380 ming so'm. Faralar chizib beradigan-da. Palasaligi, lupasi bo'ladi. Palasalik. Bundan joy qo'yib qo'yamiz. Xo'p, endi tashqariga chiqib poliglarni, Damas kalpaklarni tanishtirib 06 larga barlarni ham kelib qo'yganmiz, oddiy barlar. Ha, Jigulilarga 06 Moskvich, KTR, Tiko. Qanchadan bular? Hop, bularimiz narxi 65 ming so'm. 65 ming so'mdan Jiguli bar 06 mi? 06 bu, mana 07 ga ham olib kelib qo'yilgan. Ha, 06 ga ham, 07 ga ham. Ichida sekretlari ham bo'ladi. Ha, bu yoqda kaltlarigacha bor ekan. Onna komplekt bo'ladi. Chayon kalpaklarchi? Chayon kalpaklar hozir kunda mana 13 razmerlarni olib kelib qo'yganmiz. 13 ha? 13 bu, 13 balon qo'yganlar uchun, hali yog' deyishganlar uchun bu Tayvandan keladi, originali bo'ladi. Buni Toshkent chiqargan varianti ham bo'ladi. Hop, bunisi eshigini ochganda tegib bo'lgan hozir kunda. Hop, ko'pchilik original so'raganlarga original aytib qo'yamiz. Originali bu. Qancha bu? Tayvandan keladi. Buni 450 ming so'm qilib beramiz 13. 450 ming so'm 13. Pastda 12si ham bor. 12si ham bor. 12larimiz hop 400 ming so'm qilib berilgan. O'sha original bo'ladi. Hozir ochib ko'rsatib beraman. Originali. Sher rasmi bo'ladi orqasida mana. O'sha yerga ham bitta e'tibor berib qo'ysizlar. Tayvan bo'ladi, originali. Simlari ham zo'rsko bo'ladi. Kачествоsi yaxshi bo'ladi. Vesi ham og'ir bo'lar ekan, originalni. Buni qancha qilib berasiz 12 ni? Hop, 12 ni 400 mingdan qilib berilgan. Ha, 13 450 ming. Bunisi 400 ming so'm. 400 ming so'm beramiz. Damas, Chayon, kalpak. Ha, endi bu yoqda kovriklar. Ha, bu yoqda bular qanchadan? Bular ham universal, ha? Ha, nakitkalar bular. Universal. Ha, universal. Hamma moshdan tushadi. Qanchadan boshlanadi? Hop, bular bu 180 mingdan jupi boshlanadi.
Ah ketaveradi 400 minggacha. 400 minggacha jupi. Jupi. Aytilayotgan narx Ha, jupa ikkita jupa. beriladi. Ikkita beramiz, ha. 400 ming so'mga Mana jupi. Xitoy fabrichniy bo'ladi, inaktiv. O'zimizniki emas bu. O'sha mix kiyimga chiqmaydigan yaxshisi bo'ladi. Har xil bor ekan. Endi bu yoqda 3D Mana evakorlarimiz ham 3D, gibrid, hamma mashinaga hamma bor. mashinaga bor, ha. Bular qanchadan Tonna. boshlanadi? Hop, bularimiz 250 mingdan boshlanadi. Ha, Ha, 250 450 minggacha. 250 mingdan 450 ming so'mgacha. Buni ham shu har xil Tonna. rangi bor. Buni ham shu chexolga moslab berilaveradi. Berarimiz, tonna komplekt qilib. Komplekt qilib berilaverar ekan. Endi I mana ikkita oldiga mana qanaqa ikkita ham olib qo'yganmiz. oldin o'ziga, Oldini o'ziga. bu ham Oldini universal. o'ziga so'ragan. Ha, universal tushaveradi, yostiqchalar bo'ladi, bonusiga bo'ladi u. Qancha bular? Hop, bularimiz narxi 450 ming. 450 ming so'm jupiga. Jupiga. Jupiga 450 ming so'm. Universal hamma mashinaga tushar Honda ekan. komplekt. Buni Damazga ekan. Damas'ga evakorlarimiz bor mana. Har xil ranglari bor mana. Honda yashil, mana 7D so'raganligi 7D ham bor. Ha, 7D. Mana har xil ranglari bo'ladi. Hop, Damaz buni manaqa ranglilari olib qo'yganmiz. 7D ni ham. bu rangidan ham bor. Honda. Bu Damaz'ni faqat oldiga, orqalariga. Yo'q, Honda komplekt qilib beramiz. Mana gibrid varianti bo'ladi. Gibrid so'raganlar uchun. Har xil rangidan bor. Har xil rangidan bor. Bularni hop o'ttalari ham o'ta full variantda chiqqan bo'ladi mana. Ha, bular o'rtasi. O'ttalari bo'ladi. Manilari bilan bir xil. Fonni yopadi, ha. Monetlargacha chiqadi Damas'dan. Siddidan tagigacha yopar ekan, ha bular. Orqalari Katta o'tda, fonni ko'rsatib oldi qo'ydik. tonna komplekt bo'ladi. Komplekt qancha chiqadi shunda? Oldi, orqa, 350 ming qilib beramiz ranglilar, evakorlar. o'rta, oldi, orqa bo'lmaydi-a bular. Yo'q, bo'ladi, orqasigacha beramiz. Orqasigacha komplekt 350 ming so'm komplekt qilib qilib beriladi. beramiz. Do'stlar, mana bir boshdan ko'rsatib o'tdik. Mana har xil mashinalarga mana evakorlarni ham kelib qo'yganmiz, turi bor. Jamiki Devo mashinalar Tonna. hammasiga bor ekan do'stlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Biz mabodo video davomida bera olmay qolgan ma'lumotlar bo'lsa, O'zimizga aloqa chiqishadi. telefon nomerlarini shu ekran ostida telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Ma'lumotini olib 12 viloyatga dastavka ham qilib berishar ekan do'stlar. Polilarimiz bor Damas'da. Honda Damas komplekt. tayyor-a bu. Tayyor. Shuni ustiga olib berishadi, so'lishadi bo'ldi. Qancha bular? Hop, bularimiz narxi 335 ming so'm. 335. Mana vafli deganlarga vafli bor, gulli deganlarga gullisdan qilib beramiz. Har xil rangidan bor. Bor. Do'stlar, mana bir boshdan tanishtirib o'tdik. Kimga nima kerak bo'lsa, shu ekran ostida telefon raqamlariga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Ichkarida ham bor mana. Endi bu yoqda Mana rol chexol bu yoqda. Ponni. Displey bor. Ha, Ponni. hamma mashinaga bor, ha. ha. Shu kolonka qo'yadigan displey. Displey. Qanchadan boshlanadi bular? Matizlik shekilli. Ha, Max'ga, hop 06, Damas, Ponni hamma mashinaga bor. Kalsolarni ham qilib beramiz. Отдельный kalsolari ham bo'ladi. Kolonka qo'ygan, ha, orqaga. Basovoy so'raganlarga basovoylar ham bo'ladi. Ponni o'zimizda bor. Kolonkalar. Ha. Basovoy so'raganlarga basovoy bor. Hop LED ham turda olib kelib qo'yganmiz mana shu yerga 7 talar. Sariq variantlari ham bo'ladi, ko'k variantlari ham bo'ladi. Ha, ledlar. Yaxshisi bo'ladi, sifatli, originali. Ledlar 180 dan 180 mingdan. Ha, bular 180 ming so'mdan. 380 mingga bor, 450 mingliklar ham bor, har xil. Sifatga qarab narxi o'zgarib o'zgaradi. boraveradi. Hozir mana bas deganingizdan hamma mashina tushaveradimi bular? Basovoy, pusitrlarni отдельный qilib beramiz. Hop, bular chiqarib beradigan basovoylari. Hop, JBL bo'ladi, har xil PNR bo'ladi, VTga qarab narxi o'zgaraveradi. Narxi o'zgarib boraveradi. JBL, bizda JBL ham bor. JBLlarimiz 450 ming so'm. 450 ming so'mdan boshlanadi. Boshlanadi. Ketaveradi, VTga qarab o'zgarib boraveradi. Uslitr qo'shiladi. Komplekt holatda o'rtacha qanchaga to'g'ri keladi? $100 $100 da o'tadi. $100 atrofida 200 ming. Bunda qutilari bo'ladi, отдельный qutilarni ham beramiz. Hop, bag'da yana tovarlarimiz bor. Mana patololar bor, Tomga. Damas patololar. Har xil ranglari bor mana. Boyaga Damas'ga pixol olganga, mana ranglarni olganga, bunda ranglarni ham qilib beramiz. Har xil rangidan bor. Mana yonadigan, oranjiy. Qanchadan bular Damas? Hop, bularimiz narxi 250 ming so'm. 250 ming so'm. Telefonlarga ham отдельный e'tibor beriladi, yonadi. Kalitlari bor, ichida beramiz kalitlarni.
sef qilib ishlasanglar ham bo'laveradi. Damaschilarga pulni solib qo'yishaveradi. Bu yerda shu kovringlarni Bu komplektlari bor, ha. komplekt. Bemalol ko'rsatasiz klientlarimizga. Tashqarida ko'rsatib o'tganimizni ichkaridagi shu skalat ham shu yerda. Ha. Olishadi, bemalol shu yerdan ketishaveradi. Komplekt qilib degan narsa bo'lmaydi. Endi bu yoqdagilar Onna qo'sh, abrisovka, hamma mashinaga bor. nima kerak bo'lsa topiladi xullas. Ha, mana yangi chiqqan Damas'ni stakanchi beridan so'raganlar uchun o'shalarni ham olib qo'yganmiz. Ha, stakan qo'yadigan ha bu ikkita. Kofe, mofe ichib ketsa bo'laveradigan. Shunday. Joy bu qancha bu? 85 ming, 80 ming beriladi buni. 80 ming so'm qilib beriladigan. Nima kerak bo'lsa ham shu ekran ostida telefon raqami. Yog'ingarchiliklar uchun mana har xil mashinaga tent ham olib qo'yganmiz. Tentlar qanchadan? Tentlarimiz 135 ming so'm. Hamma mashinaga bor. Hamma mashinaga bor. 135 mingdan boshlanadi. Bu ham razmeriga qarab o'zgaraveradi. Hali ko'pchilik yaxshisidan ekan. nachoslik bo'ladi, ichlari ham. Mana ustilariga ham addenni e'tibor berasizlar. 135 ming so'mdan boshlanadi. Yog'ingarchilik yaxshi narsa. Hamma mashinaga bor ekan. Aloqaga chiqsanglar, buni ham dastavka qilib beriladi. 12 viloyatga dastavka qilib beriladi. Nakitkalarimiz komplektlari. Ha, bular komplekt holatdagilar, ha. Tepadagi chexollar. Hamma narsa bor xullas. Tashqarida mana Malibu barlarni ham olib qo'yganmiz. Honda Matizga yangi chiqqan Malibu bar. Ha, Matizga tushadi. Ha, birga bir tushadi. Ha, ko'rishingiz mumkin. Zaryadkasi bo'ladi mana endi bespradno. Shuna telefonlarni qo'yishsa olaveradi. Zaryadka olaveradi. Mana etlari addenni e'tibor berasiz. Birga bir tushadi ona, mana ichi. Qancha bu Matizga? Matizga 550 ming so'm narx. Malibu bar Matizga 550 ming so'm ekan. Xo'p, boshqa mashinalarga ham bor mana endi Malibu. Mana 10X barlarimiz bor, Cobalt, Mobile. Hamma mashinaga Malibu barlarimiz ham bor, dastlabki xizmatlarni ham qilib beramiz. Damaska ham bor, ha? Damaska ham bor, tashqarida Damas barlarimiz. Damas barlar ham O'stan ishtirok etamiz Damas barlar. bor do'stlar. Bu Matiz bar, buni aytib o'tdik. Endi o'zim. Buni zanglab. Mana Damaska bo'ladi. Bu arzoncha varianti bo'ladi. Ha, bu Damasga Malibu bari arzoncha varianti 220 ming so'm turadi. 220 ming so'm. Rangli so'raganga rangli ham bor mana. Oranjiy chiqqan. Bu ham Damasga. Damaska, shu zavodga bo'lib chiqqan. Ha, rangi zavodga, ha. Shu chexolga moslab Olishadi. rangini bir xil qilsanglar bo'laveradi do'stlar. Do'stlar, mana bir rivojdan tanishtirib o'tdik. Kimga nima kerak bo'lsa, shu ekran ostida telefon raqamiga telefon qilib, ma'lumotini olsanglar bo'laveradi. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.